Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, aziz aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun biz bir video obzor qilib qo'yaylik dedik kataylarimizni. Ochikadan boshlasak, jo'jalar uchun, inkubatsiyadan chiqqan jo'jalar uchun asobiy. Uzunligi 85 sm, eni 40 ga 45 bo'lib tayyorlangan. 40 tadan 30 tagacha jo'ja olaveradi, o'yna to'g'siz. Bularimiz 200 ming so'mdan. Endi mana shu to'q ketaymiz. Uzunligi 1.60, eni 80 ga 80. Hozirgi kunda 500 ming so'm. Bu ham o'shaning sherigi. Endi mana da endi kaptar uyamiz bor, deng. Kaptar uyamiz mana 18 xonali. İçiga bemalol odam kirsa ko'targindek darajada. Razmeri ham 1.5 ga 1.5. Narxi 1.5 million so'm. Yonidagi jo'ja ketay. To'q bilan mos keladi. 120 ga 80 ga 70. 400 ming so'm. Bu yonda endi hojatxona. Bo'yi 20, eni 1 metr, mag'i 120 bu tomoni. 1.5 million so'm. Tegana bilan xo'roz ketay bor. Xo'roz ketayimiz 80 ga 1.12, bo'yi 85 dan har bitta xonasi. 600 ming so'mdan. Undan qolaversa yana bir uyda haligi 3 metrga 2 metr degan joyda to'g'rilari uchun ham ketayimiz bor. Manzilimizga kelsak, shu Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'rg'on Istiqlol Shabboda 108 93 536 06 31 telefon raqamimiz. Qiziqqanlar telefon qilinaveradi. Telegramimiz shu nomerda. Mana o'sha aytgan uzunligi 3 metr, eni 2 metr, bo'yi 1.80, orqa tomoni pasaytirganmiz, suv oqib tushib keta olingan. Atrof faner bilan o'ralgan, sitkalarimiz ham qalin, yaxshi. Qo'nag'i bilan eshiklarni qo'yib mavjud beramiz. 1.5 million so'm buni ham narxi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.